Rizq. Dadasi, uyda hech narsa qolmadi. İşimiz yurishmayapti. Nima qilay? Ha mayli. Bugun ham guruch qaynataman deb oshxonada tokchadan guruch izladim. Afsuski, guruch ham tugab qolibdi. Xo'jayinimning ishi ancha vaqtdan beri yurishmayapti. Bir oyda arang 2 million so'm pul olib keladi. Yaxshiyam uyimiz ijara emas, o'z uyimiz. 2 nafar bolam bor. Biri 4 yoshda, ikkinchisi hali yoshga to'lmagan. Bolalarimni qoldirib ishga ham chiqa olmayman. Rostini aytsam, ko'nglim o'ksib yig'lab oldim. Qo'shni uyda dugonam yashaydi. Tikuvchi, bolalarimni olib dugonamnikiga o'tdim. Norgul, menga yordaming kerak. Menga ham tikuvchilikni o'rgat. Oziq-ovqatdan qiynalib qoldik. Erim kam pul olib kelyapti. Uy to'lovlariga 800 ming so'm ketadi. Oziq-ovqat tayinli emas. Agar o'rgatsang, men ham tikuv qilib ozgina ishlab qolarmidim dedim. Ozoda, qiziq gapirasan-da, qanday o'rganasan? Bolalaring kichkina, uning ustiga men shogird ola olmayman, o'rgata olmayman. Yur, do'konga chiqib, senga ozmi ko'pmi biror narsa olib beraman dedi. Yo'q, qo'yaver dedim-da, bolalarimni kiyintirib uyga qaytmoqchi bo'ldim. Sen shu pul topmas omadsiz eringni nima qilasan? Ajrash. Bolalaringni onangga berib, ishla. O'zing uchun yasha. Mana men shu tikuvchilik orqali xor bo'lganim yo'q, dedi dugonam. Sen nimani tushunarding? Ering yaxshi topadi-da, meni esa erim omadsiz. Lekin o'zi juda yaxshi inson. Allohga shukr, mehribon. Uni omadsiz deb tashlab ketsam, o'zim xor bo'laman-ku dedim. Ha, sen juda yaxshi ayolsan. Sendagi matonat menda yo'q deb dugonam meni quchoqlab oldi. Birga do'konga chiqdik. Bozorlik qilib uyimga tashlab ketdi. Kechasi xo'jayinim keldi. Ayasi, yaxshi o'tiribsanmi? Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi deb qo'lidagi kiyimlari bor setkasini oldim. Tinim bilmay ishladik. Ayasi, lekin pulimizni berishmadi. Pulni olish uchun kech qolib ketdim. Oldingi ishingizdan ham olmadilaringizmi? Yo'q, u ham pulni bermay qochib yuribdi. Alloh o'zi yordam berib qolar dadasi. Borib yuvinib chiqing. Men ovqat suzaman dedim. Ovqat deb ajablanib qaradi erim. Ha, ovqat suzaman. Dugonamni bilasiz-ku, bugun qo'yarda qo'ymay narsa ko'tarib kelibdi. Bu yaxshi emas-da ayasi. O'zim ham uyatga qoldim. Hijolat bo'lmang dadasi. Biz tarafda ham quyosh chiqib qolar dedim. Namozimdan so'ng Allohga duo qildim. Allohim, rizq sendan, yo'q joydan o'zing yetkatasan. Senga ishonaman. Bolalarimni, umr yo'ldoshimni, o'zimni sening ixtiyoringga topshirdim. Rizqimizni o'zing yetkaz dedim. Tong otdi, eshik taqilladi. Ochsam, eshik oldida opam bilan ukam turishardi. Assalomu alaykum singiljonim. Qani, bismillah, uyga kiraylik deyishdi. Dilshod, kel uka, deb opam ukam bilan setkalarda, qoplarda nimalardir olib kirishardi. Voy opa, bular nima dedim. Nima bo'lardi? Senga oziq-ovqat mahsulotlarini olib keldik. Kecha pochchang qo'ng'iroq qilib, Ozoda singlim yaxshimi? Tushimga kiribdi. Oylik olgandim. Pul yuboraman. Borib bir ro'zg'orlik qilib ber dedi. Mana, pul ham berdi deb 3 million so'mni qo'limga tutqazdi. Yig'lab yubordim. Opamni quchoqlab oldim. Pochchamni duo qildim. Hech xayolimga kelmagan edi. Pochcham Germaniyada shifokor bo'lib ishlaydi. Alloh menga pochcham orqali rizqimni yetkazdi. Ukam ham pul uzatdi. Onam qo'ng'iroq qilib, "Bolajonim, yaxshimisan?" deb so'raganida ko'zimga yosh oldim. Onajon, yaxshiyam bizni ko'p tuqqan ekansiz. Allohning rahmati yog'ilsin sizga onajonim dedim. Oziq-ovqat mahsulotlari 2 oydan ortiqqa yetdi. Umr yo'ldoshimning ishlari yurishib ketdi. Kichkinamni yonimga olib, dugonam bilan tikuvchilik qilib yuribman. Kattamni bog'chaga berdim. Rizq Allohdan. Bir qiyinchilik ortidan 2 hissa yaxshilik bor. Allohga hamdlar bo'lsin.